Assalomu alaykum. Omadli o'tkazma aksiyasining 3-haftasi g'oliblariga o'z smartfonlarini topshirdik. Hurmatli Anjelpay muxlislari, akam Rossiyadan pul tashlagan ekan, yutib olibdi. Haqiqatdan rost ekan, ishonchli ekan. Hammaga tavsiya qilamiz. Zo'r, ishondik. O'g'lim mana shunchalik qatnashgan ekan. Rossiyadan turib, sizlarga ham rahmat. Mana shunchalik hali qilib jo'natma qiluvdi. katta rahmat sizlarga, mana olib kelganlaring uchun, mana topshirdilaring o'zaliklaring bilan, mana rahmat sizlarga. Assalomu alaykum hammaga. Biz Anjelpay ilovasining yutuqli o'yinida yangi Samsung Galaxy A07 telefonni yutib oldik. Xo'jayinim doim Rossiyadan turib, Anjelpay ilovasi orqali pul yuborardilar. Biz ham bundan foydalanardik. Mana bu safar omad bizga kulib boqib, Samsung Galaxy A07 yutib oldik. Anjelpayga kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Suzingmisizlar? Aka mana amakim o'g'li Anjelpay ilovasidan O'zbekistonga pul o'tkazib telefon yutib olibdi. Mana yangi telefon. Ochdik, holatlari zo'r, ishlashi yaxshi ekan. Sizlar ham mana shu Anjelpay ilovasidan foydalaninglar. G'olib bo'lgan foydalanuvchilarni chin qalbimizdan muborakbod etamiz va bugun Moskva vaqti bilan soat 18:00 da 4-hafta g'oliblarini aniqlaymiz. Oxirgi hafta g'oliblaridan biri aynan siz bo'lishingiz mumkin.